20 yillik psoriaz. Shuna kiradida 3 kundan keyin yozadi. Menda qo'zg'atyapti, yomon bo'lyapman. Siz nima xohlaysiz? Psoriaz kasalligi 2013 dan beri boshlangan. Rossiyaga paytim shu oyog'imdan bitta donacha chiqqan. Uyga kelgandan keyin ko'payib ketdi-da. Keyin Toshkentga dermatologiya bo'limiga bordim. Tekshiruvdan o'tib, bir kuz lecheniya oldim. Bir oydan keyin o'sha qaytishni boshladi. Bir oydan keyin yana bordim. Yana lecheniya yozib berdi. Oldingizdan chiqqan, kim tavsiya qilgan bo'lsa, nima tavsiya qilsa, nimani eshitsa, hammasini qildi. Bizga qanaqa kirib qoldingiz Dermalife kompleksiga? Instagramda ko'rib qoldim. Gruppani kuzatasizmi? Ha, doim. Yoqadimi gruppa sizga? Zo'r. Ko'nglingiz to'ldimi? Ha, ko'nglim to'lgan. Necha foizga o'zgarish bor? Почти 70%. 70%, alhamdulillah. Bizni kuzatuvchilarimizga nima degan bo'lardingiz ya'ni? Ishonchli. Kim masalan davo istab kirmoqchi bo'lsa, olmoqchi bo'lsa, olinglar deyman. Assalomu alaykum, hurmatli Dermalife teri sog'lomlashtirish markazi kuzatuvchilari, aziz vatandoshlar. Va'da berganimizdek, O'zbekiston bo'ylab uyushtirilayotgan bemorlar holidan xabar olish uchun o'tkazilayotgan turneda keyingi manzilimiz Qashqadaryo viloyati shahri Sabz tumanidagi hurmatli Nizomiddin akamizni xonadonlariga tashrif buyurdik. Assalomu alaykum Nizomiddin aka. Salomatmisiz? Rahmat. Shu vaqt bo'ling. Sog' salomat bo'ling. Nizomiddin akamiz psoriaz kasalligidan aziyat chekib, uzoq yillardan beri kechayotgan kasallik oqibatida bizga murojaat qilgan edilar. Ya'ni psoriaz kasalligini davolash maqsadida yashirin formaga o'tkazish uchun u kishidagi holatni o'rtoqlashgani va ularni birlamchi tibbiy ko'rikdan o'tkazgani xonadonlariga tashrif buyurdik. Hozir ularni holatlari haqida biroz o'zlaridan eshitamiz, keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Salomatmisiz aka? Yaxshi, rahmat. Charchab qolmayapsizlarmi? Zo'r. Yoshingiz necha dedingiz? 43 da. 43 yoshga o'xshamaydilar. E'tibor beringlar. Men bulardan kattaroq ko'rinsam kerak menimcha. Yo'q. Uningiz uzoq bo'lsin. Nizomiddin aka, psoriaz kasalligi qachon paydo bo'ldi? Nimadan keyin boshlandi? Nima lecheniyalar qildingiz? Psoriaz kasalligi 2013 dan beri boshlangan. Rossiyaga paytim shu oyog'imdan bitta donacha chiqqan. O'shandan keyin parhez qilmasi hamma narsa yeb. Tizzani ko'zdan chiqdimi yo yumshoq joydan chiqdimi? Yo'q, pastdan mana bu nimadan chiqdi? Pastdan chiqdi, to'piqdan chiqdi. Uyga kelgandan keyin ko'payib ketdi-da. Uni har xil davosini izlab nima qilib ko'rdim. Eskicha nimalar bor. Nima deydi? Milliy Gilab uslubda. shon Shuni usulda ham qilib ko'rdim, foydasi bo'lmadi. Keyin Toshkentga dermatologiya bo'limiga bordim. Toshkentdagi Respublika dermatologiya va kosmetologiya markazini nazarda tutyapti. O'sha yoqqa bordim. Tekshiruvdan o'tib, bir kuz lecheniya oldim. Qancha plyus ketdi? O'sha payt o'zi 1 million ketuvdi. 1 million. Endi ancha yil oldinga ekan. Ancha. Hozir borsa, hozir bemor 1 million bilan ishi bitmaydi. Yo'q. Bir oydan keyin o'sha qaytishni boshladi. Bir oydan keyin yana bordim. Yana lecheniya yozib berdi. Yana ozroq qaytdi. Xullas, общий yo'qolib ketmadi-da. Nizomiddin aka, psoriaz kasalligi avlodda bormi? Avlodda otamga bor edi. Bor. Otangiz hayotmilar, o'tib ketgan? Hayotmilar? U kishida muammo yo'qmi hozir o'zida qilmaydi? Yoshligida bo'lgan ekan. Yoshligida. Demak, nasl surg'uvchi kasallik, psoriaz kasalligi inobatga olasizlar, yuqumli emas, nasl surg'uvchi kasallik hisoblanadi. Nizomiddin aka, turli xil lecheniyalar qilib ko'ribsiz. Hamma lecheniya qilib ko'rdim. Oldingizdan chiqqan, kim tavsiya qilgan bo'lsa, nima tavsiya qilsa, nimani eshitsam, hammasini qildim. Bizga qanaqa kirib qoldingiz Dermalife kompleksiga? Telegramda Instagramda ko'rib qoldim. Bizni videolarimiz. Keyin Telegramda nimasini ko'rdimda, Telegramga a'zo bo'lib yozdim. Siz bilan aloqada bo'ldik. Birdan buyurtma berdim. Gruppani kuzatasizmi? Ha, doim. Yoqadimi gruppa sizga? Zo'r. Uningiz uzoq bo'lsin. Endi qarang, bitta savol. Stress masalasi, ya'ni asabiylashmaslik masalasi, parhez masalalari, bularga rioya qilyapsizmi hozir shu kecha kunduz? Parhezga kamdan kam rioya qilaman. Chunki odam ishlaydi, parhez qilsa charchab qoladi. Yeyish kerak, baquvvat yeyish kerak. O'zi Qashqadaryoliklarga parhezsiz yoqmaydi. Qashqadaryoda baquvvat yeb o'rgangansizlar sizlar. Stresschi?
Asabiylashmaysizmi? Stress- O'zi Kamdan kam. ha, Unchalik. og'ir bosiq odamga o'xshaysiz ko'rinishingizda. Kamdan kam bo'ladi stress. O'shaning uchun kamdan kam bo'lganligi uchun ham qarimaganlar-da akamiz. Shunaqa. Aka, qanaqa xaridga buyurtma berdingiz? Qanaqa olib kelib berishdi va lecheniya qanaqa boshladingiz? Kuzatish boshlaganimdan keyin ertasiga buyurtma berdim. 1,5 kunda keldi. Nimaga ishonib buyurtma berdingiz? Mana internetda shuncha narsani ko'rgansiz, shuncha lecheniya qilib ko'rdingiz. Bu ilojsizlikdan buyurtma bo'ldimi yo Allohga tavakkal bo'ldimi? Yo qanaqadir bizda boshqa narsani ko'rdingizmi? Ixlos bilan buyurtma berdim. Ixlos bilan buyurtma berdingiz. Qo'zg'aldimi boshida? Boshida qo'zg'adi. Qo'zg'adimi? Aytib qo'ying, qo'zg'atadi deb qo'ying. Boshida qo'zg'atadi. Keyin asta-asta yo'qoladi. Ko'pchilik Shukr, yaxshi. e'tibor bergan bo'lsangiz, guruhimizda birpas negativga o'tib ketib Ha, qolishadi. negativ ko'p. 20 yillik psoriaz shuna kiradi-da 3 kundan keyin yozadi. Menda qo'zg'atyapti, yomon bo'lmadi. Siz nima xohlaysiz? Hech qaysi kasallikni qo'zg'atmasdan davolab bo'lmaydi-da. Shunaqa. Avval bitta qo'zg'atib olish kerak. Keyin Qo'zg'atib oldi, chidadim. Qani oxiri nima bo'lar ekan? qo'rquv bo'lmadimi qo'zg'atgan payt? Yo'q, Nimaga aralashib qoldim, nima bo'lyapti endi? O'ylamadingiz? qo'rquv bo'lmadi. Chunki bir nimaga ixlos qildimmi, oxirigacha kurashib boraman. Umringiz uzoq bo'lsin. Bo'lmasa keyin to'xtataman. Ha. Odatim shundayda. Farzandlardan Farzand 2 o'g'lim bor. 2 o'g'lingiz bor. Ular sog'lom. Sog'lom. Baribir terisiga ahamiyatli bo'lasiz, chunki Shunaqa. nasl suradi. Otadan farzandga o'tgan bo'lsa, faktor tashuvchi ota avlod hisoblanadi. Agar onadan o'tgan bo'lsa, tashuvchi ona avlod hisoblanadi. Shuni hisobga olasiz. Shunaqa. Asabiylashmaslik kerak. Xo'p, lecheniya boshlaganingizdan o'zingiz ko'nglingiz to'ldimi? Ha, ko'nglim to'lgan. Necha foizga o'zgarish bor? Bashta 70%. 70%, alhamdulillah. Unda o'rinlar qolmadimi? Biz hozir O'g'illar bitta, ikkita bor. mahsulotdan ko'nglingiz to'ldi. Ko'nglim to'lgan. Ko'nglingiz xotirjam demak. Shunaqa. Siz bilan qarindosh urug' emasmiz, Yo'q. tanish bilishmasmiz. O'z Faqat uyingizni zo'rg'a topib. onlayn. Uyingizni zo'rg'a topib keldim. Umringiz uzoq bo'lsin, bolalaringizga bosh bo'ling, yaxshi to'ylar qiling. Bizga ham mana shu 40 dan oshgandan keyin yoshingiz 50 ga borgan bo'lsa, mana yosh ko'rinib turibsiz. Bizga ham nasib qilsin. Shunaqa kunlarni ko'rish. Sog' salomat bo'ling. Bizni kuzatuvchilarimizga nima degan bo'lardingiz, ya'ni? Kuzatuvchilarga nima deyman? Ishonchli. Ishonch. Kim masalan davo istab kirmoqchi bo'lsa, olmoqchi bo'lsa, olinglar deyman. Mana bitta gapim bor-da. Mani guruhim shunaqa guruhda. Kim nima niyatda kirgan bo'lsa-chi, Xudoni o'zi ko'rsatib qo'yadi. Shunaqa. Yomon niyatda kirgan odam birpasda gapni eshitib, bilasiz qanaqa odatim borligini. Birpasda ushib beraman. Xafa bo'lishadi, chiqib ketishadi. Yaxshi niyatda kiringlar, ixlos bilan yozinglar. Hech kimni ko'ksidan itarmaganmiz. To'g'rimi? Savol bersangiz javobini beramiz vaqtida. Konsultatsiya kerak bo'lsa, qo'shimchasiga aytamiz. Nima yordam kerak bo'lsa, beramiz, to'g'rimi? Shunaqa. Bu maslahatlar hammasi beg'araz. Salomat Amal bo'ling. qilsa bo'ladi hammasi. Amal qilsa hammasi bo'ladi. Sog' bo'ling. Qo'lingiz juda ham fayzli ekan. Rahmat. O'zi Shahrisabz tumani, men o'zi Shahrisabzga birinchi marta kelyapman. Juda havosim kelgani, tabiat bilan juda uyg'un ekan. Sog' salomat bo'ling. Toshkentda yo'q, bunaqa havoni topib bo'lmaydi. Salomat bo'linglar, umringiz uzoq bo'lsin. Hurmatli Dermalife Katta rahmat. teri sog'lomlashtirish markazi kuzatuvchilari, bizni kuzatishda davom etasizlar. Mana bunaqa samimiy insonlarning xonadoniga tashrif buyurishda davom etamiz. Allohdan barcha bemorlarning dardiga komil shifo tilaymiz. Sog' salomat bo'linglar.